Assalomu alaykum hurmatli ustozlar va o'quvchilar. Ushbu videoda siz Mardiyevlar o'quv markazining A+ olgan o'quvchilari bilan qisqacha suhbatini tanishasiz. Assalomu alaykum. Men Abdullayeva Asal, 10-sinf o'quvchisiman. Kimyodan A sertifikati sohibasiman. Imtihonning oxirgi kunlarini deyarli to'liq va har kuni o'quv markazida o'tkazganman. Ertalab o'sha 8 ga darsga kelsam, undan keyin soat 2-3 gacha dars cho'zilardi va dars tugagandan keyin pastda yoki boshqa xonalarda variant testlarga tayyorlanganman yoki motam testlarga tayyorlanganman. Bilmagan savollarimni shogirdlar yordami bilan yaxshiroq o'rganishga harakat qilganman. Keyin soat 6 da sertifikat darslari boshlanardi. U darslarga ham qatnashib, sertifikat testlari tugagandan keyin tahlillar bo'lardi. Iloji boricha kech bo'lib ketishiga qaramasdan tahlillarga ham qatnashishga harakat qilganman. Tayyorlanish davomida asosan telefondan ko'p foydalanmaslikka harakat qilganman. Oxirgi kunlarda darslarim ko'payib ketganda yoki kimyodan ham, biologiyadan ham vazifalarim ko'p bo'lganda telefondan biroz muddatga pauza qilib turganman. Keyin darsda bizda domla telefonga ishlatishga ruxsat bermagan. Lekin agar odamda o'sha xohish kuchli bo'lsa va telefondan qanday to'g'ri foydalanishni bilsa, o'sha odamga bu xalaqit bermaydi, o'quvchiga. Kalkulyatordan foydalanganman, ko'chirmaganman. Yashirib kalkulyatordan foydalangan. Ana kashilikcham ichida. Dars davomida deyarli boshqa o'quvchilardan ko'chirmaganman, lekin mendan bilim darajasi yuqori bo'lgan o'quvchilardan so'rab o'rganishga harakat qilganman yoki domlaning shogirdlari menga tushunmagan joylarimga yordam bergan. Keyin birovga o'rgatish yoki kimdandir o'rganish yaxshi foyda beradi, tezroq esda qolishga va takrorlashga yordam beradi. Ba'zi paytlarda juda ham qiyin arifmetik amallar bo'lib ketgan bo'lsa, o'sha qiynalsam, vaqt yetmay qolayotgan bo'lsa, kalkulyatordan ham foydalanganman. Lekin bizda kalkulyatordan foydalanishga ruxsat berilmagan. Mardiyevlar o'quv markazining yoqqan tarafi kuchli raqobat va ustozning bilim salohiyati hamma mavzularni oson tushuntirib bergan va raqobatchanlikka keladigan bo'lsak, o'sha har safar yakshanba testlarda ballar to'plash, keyin ishlagan testlardan reytinglar bo'lish, bu odamga o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi va yaxshiroq o'qishni yaxshilashga yordam beradi. Men Umurqul Xurshidjon Mardiyev o'quv markazida 1,5 yil tayyorlanish orqali A+ sertifikat darajasiga ega bo'ldim. 3 omildan birinchi omil albatta raqobat hisoblanadi, chunki men tayyorlangan gruppada raqobat juda kuchli edi. Chunki test jarayonida ustoz turli xil musobaqalar tashkil qilardi. Musobaqada esa bolalar yutishga harakat qilganligi uchun raqobat kuchli edi. Ikkinchisi albatta mehnat, uchinchisi esa omad. Omadga ham birmuncha bog'liq. Sertifikat kuniga yaqinlashgan sari asosan ikkita mavzuni ko'proq takrorladim. Bular dissertatsiyalanish hamda organika hisoblanadi. Chunki dissertatsiyalanish men uchun qiyinroq mavzudek tuyulgan. Organika esa testda ko'pincha organik moddalarni yoki reaksiyalarni davomida yozish ko'proq tushgani uchun shu ikkita mavzuni ko'proq takrorlaganman. 3-marta urinishimda A+ sertifikat darajasiga ega bo'lganman. Bunda asosan ko'pincha masala ishlashga urg'u berganman. Ustoz har kun chiqarib bergan sertifikat variant testlarda ham masalasini ishlashga harakat qilganman. Masala ishlanganda faqatgina masala ishlanish ketma-ketlik emas, uni mazmunini tushunib ishlash kerak. Shu orqali tugab qoldi gap oxiri. Bironta masalani tushunmay qolganda ustoz o'rgatgandan so'ng u masalani ham mustaqil 2-3 marta o'qib bo'lgandan so'ng qaytadan ishlansa, masalani mazmuniga chuqurroq yetib borsa bo'ladi. Birinchisi albatta ustozning dars o'tish metodikasi yoqqan. Ya'ni shu monitorlarda masalani tezroq tushuntira olardi. Ikkinchisi esa shu testlardagi musobaqalari. Bo'ldi shu ikkita. Assalomu alaykum. Men Ortiqova Farangiz, kimyo fanidan A daraja hamda 189 ball sohibasiman. Men o'ylashimcha, har bir o'quvchining boshlang'ich darajasiga hamda mehnatiga bog'liq. Agar bazaviy ko'nikmalar yetarli bo'lsa, eng kamida 3-4 oy muntazam va rejali tayyorgarlik kifoya qiladi. Noldan boshlaganlar uchun esa eng ko'pi bilan 6 oy va undan ko'proq vaqt ketadi. Lekin eng muhimi vaqt emas, balki sifatdir.
Charchagan vaqtlarimda darhol darsga berilmasdan qisqa tanaffuslar qilib turardim. Masalan, Billie Eilishning musiqalarini tinglardim, Agata Kristining kitoblarini o'qirdim, lekin eng ko'p komediya janridagi doramalarni ko'rardim. Savollarda eng ko'p takrorlanadigan mavzulardan biri elektroliz mavzusi hisoblanadi. Bu mavzu tez-tez takrorlanishi bilan birga ko'pgina o'quvchilarni ham qiynaydi, chunki elektroliz jarayoni faqatgina kimyoviy jarayon emas, balki fizik jarayon hamdir. Alisher Mardiyev o'quv markazining menga yoqqan jihatlaridan biri testlarning xilma-xilligi va har bir o'quvchi bilan alohida ishlashi hamda har bir o'quvchiga natija qilib berishi. Assalomu alaykum, men ismim Musayev Shavkatjon. 11-sinfman, Mardiyev o'quv markazida tayyorlanganman. Darajam A daraja. Men uchun eng qiyin bo'lgan mavzu bo'lmagan. Boshida tayyorgarlik ko'rganimda barcha mavzu qiyin bo'lgan. Keyin ularni ustida ishlab, kichkina guruh, katta guruhlarga kirganman, testlarni ishlaganman. Keyin shu mavzuga doir masalalar ishlaganman, variantlarni ishlaganman. Shular mavzuni tushunib ketishimga yordam bergan. Bu o'quv markazidan eng yoqqan jihat shu ertalab bo'lishiga qaramasdan, kechqurun bo'lishiga qaramasdan har doim darslar bo'lgan, domla shogirdlari testlar olgan, testlar tahlil qilingan. Shu yoqqan jihat bo'lgan. Keyin domlaning dars o'tishi shu yoqqan jihatlardan bo'lgan. Keyin bu markazda birinchi meni opam o'qigan. Opam orqali bu markazga kelganman. Tayyorgarlik paytida telefondan shu masala ishlolmagan paytim yo reaksiya kerak bo'lgan payti sun'iy intellektdan foydalanganman, Googledan foydalanganman. Tayyorgarlikdan tashqari YouTube'ga kirib har chalg'ish uchun YouTube'ga kirganman. Shu kayfiyat ko'taradigan videolar, kinolar ko'rganman tayyorgarlik paytida. Tayyorgarlikdan tashqari. Husanova Nilufar, men 10-sinfman, kimyo fanidan A+ sertifikat sohibasiman. Menga bu o'quv markazini birinchi bo'lib opam tavsiya qilgan, keyinchalik esa bu o'quv markazida o'qishim, ustozimizning bilimlari va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro raqobat meni bu o'quv markazida qolishimga sabab bo'lgan. Menga o'quv markazidagi eng yoqqan jihat bu tushunmagan mavzularimizda ustozimizning shogirdlari yordamida to'liq mukammal o'rganishimiz mumkin bo'lgan. Keyinchalik esa bo'sh vaqtlarimizda markazimizdagi yaratilgan sharoitlar asosida qo'shimcha darslar bilan shug'ullanishimizga ustozimiz ko'plab masalalar berar edi. Shularda ishlab bizlar yuqori natija qildik deb o'ylayman. Eng qiynalgan mavzum bu pH ko'rsatkichi mavzusi bo'ladi. Bu mavzuni ustozimiz birinchi tushuntirganlarida tushunmaganman. Keyinchalik esa yana bir bor tushuntirganlarida mavzuni mukammalroq tushunishga harakat qilganman. Keyin shu mavzuga doir ustozimiz qo'shimcha savollar va masalalar bergan edi. Bu masalalarda shogirdlari yordamida ishlab bu mavzuni mukammal o'rganganman. Sertifikatga kirganimda bu mavzudan umuman qiyinchilikka uchramaganman. Assalomu alaykum, men Hakimjonov Davlatbek, 9-sinf o'quvchisiman. Mardiyevlar o'quv markazida o'qiganman va hozirda A daraja sohibiman. Men asosan darsdan charchagan yo chalg'ish uchun Mobile Legends o'ynaganman. Imtihon vaqtida o'zi asosan menda hayajon bo'lmagan, chunki men 9-sinf bo'lganim uchun keyingi imtihonlarga ham ulguraman degan niyatda uncha hayajon bo'lmagan va testlarni ishlab chiqaman. Tayyorlanish vaqtida asosan 4 soat, 5 soat foydalanganman. Unda kalkulyator va Instagram, YouTube'dan foydalanganman. O'quv markazining eng yoqqan jihatlari bu asosan domlamizning bizga sertifikat olishimizga bo'lgan harakatlari, bizga tuzgan testlari va domlamizning qattiqqo'lligi. Assalomu alaykum, men Rabiyeva Dilbar, 10-sinf o'quvchisiman. Hozirda kimyodan A sertifikati sohibasiman. Sertifikatda 36 dan 40 gacha bo'lgan savollar barchani qiynab keladi. Buning sababi esa birdan 36 gacha bo'lgan savollarda ko'proq vaqt sarflab qo'yishadi. Lekin bizning o'quv markazimizda domlamiz kalkulyatordan foydalanishga qo'ymaganligi sababli
bizda hisob kitob bo'yicha muammolar tug'ilmagan va 36 dan 40 gacha bo'lgan savollarni ishlashga ham menda vaqt ortib qolgan. Sertifikatda yozma qismidagi asosan 41 ga ko'proq e'tiborimni qaratganman va uni 100% to'g'ri yechishga harakat qilganman. 42-savolda esa organikadan tashkil topganligi sababli menda qiyinchilik tug'ilmagan va bizni domlamiz o'quv qo'llanma chiqarib bergan va bu qo'llanma asosida markazdagi barcha o'quvchilarda organika bo'yicha qiyinchilik tug'ilmagan. Ustozimiz bizga barcha mavzularni turli xil metodlar va hayotiy misollar orqali tushuntirib bera olgan. Menda asosan gidrolizlanish mavzusi bo'yicha qiyinchilik tug'ilgan, lekin keyinchalik ustozimizning bu qo'llagan usullari tufayli menda bu mavzularga nisbatan qiyinchilik yo'qolgan. Men bu o'quv markazini tanlashimdan sabab bu o'quv markazida asosan qat'iy intizom mavjud bo'lgan va testlar takrorlanmas bo'lgan. Asosan mutant testlar va variant testlar olib turgan va qiyinchilik darajasi esa sertifikatga qaraganda yuqori bo'lgan. Mening ismim Himmat Asadbek, men 10-sinfda o'qiyman va Mardiyevlar o'quv markazida tayyorlanib, A darajali sertifikatni qo'lga kiritdim. Imtihonda oxirgi kunlar asosan men nazariy qismga katta e'tibor qaratganman, chunki men o'zi masalalarda o'zimga ishonchim yuqori edi va nazariy yil bo'yi esdan chiqqanligi uchun faqat nazariy bo'lmaga, ya'ni o'zim kuchsiz bo'lgan bo'limlarga kuchli e'tibor qaratganman. Uyasidan tayyorlanmay kelgan kunim tekshirish menga kelganda asosan darsdan chiqib ketardim yoki hammasini taxmin yurib tashlardim. O'zi to'g'risini aytadigan bo'lsam, hech qachon uy egasidan to'liq bajarib kelmaganman. Sertifikatga tayyorlanish jarayonida asosan organika qismiga e'tibor qaratganman, chunki organikagacha bo'lgan mavzular menga qiyinchilik tug'dirmagan, lekin organikani asosan nazariy qismlarida men qiyinchilikka duch kelganim sababli shu qismga ko'proq e'tibor qaratganman. Menga eng yoqqan jihati, u eng asosiysi raqobatchan muhit, chunki boshqa markazlarda e'tibor qaratganman, ularda raqobat sust va bu raqobatchan muhit menga yanada ko'proq dars qilishga va yanada kattaroq natijalarga erishishimga yordam bergan. Va ikkinchisi, bu yerdagi tizim meni qaysidir noqulayliklar, ya'ni yo'limdan chiqqan qiyinchiliklarga duch kelganimda ustozlar har doim menga yordam berib kelishgan va yordamchi ustozlar ham yetarlicha. Assalomu alaykum, ismim Hamzayeva Parviza. Kimyo sertifikatdan A darajasi egasiman, 10-sinf o'quvchisiman. Mardiyevlar o'quv markazining o'quvchisiman. Yozma ish imtihonlari 41, 42, 43-savollar edi. O'shandan 42 organik kimyodan tushgandi. Organik kimyoni bizga ustozimiz mukammal tushuntirganlari uchun unda qiynalmagandik. 43-savolda ham moddalarning xossalari o'tilgandi, tushgandi. Ustozimiz bizga har bir moddaning rangi va xossalarini yodlatganlari uchun shu savolga ham uncha qiynalmagan. Bu o'quv markazida oldin tayyorlangan dugonam yuqori darajani qo'lga kiritgani uchun o'sha dugonam menga tavsiya qilganlar bu o'quv markaziga kelishni. Milliy sertifikat imtihonida 36 dan 40gacha bo'lgan savollar eng qiyin savollar bo'lgan, chunki ular hisob kitobga juda katta vaqt olgani uchun o'shalarga biroz qiynalganman. Biz imtihondan oldin bu savollarni o'quv markazimizda ko'p ishlaganimiz uchun bu savollarda uncha qiynalmaganmiz. Hisob kitobimizda kalkulatordan foydalanmaganimiz uchun ishlash ancha oson bo'lgan. Assalomu alaykum. Mening ismim Ne'matjon Nodirbek. Men 11-sinf o'quvchisiman. Darajam A+. Men o'zim nazariya qismiga deyarli umuman tayyorlanmaganman. To'liq masala qismiga tayyorlanganman. Sertifikat testida 38 ta masala tushgan edi va shundan 37 tasini to'g'ri ishlashga muvaffaq bo'lganman. Shuning uchun sertifikat test natijam juda baland chiqqan. Iloji boricha imtihonga kirgan vaqtida keyingi safar yana imtihon borligini, agar bu safar o'xshamasa, albatta keyingi safar o'xshash haqida o'ylasam, sertifikatda umuman hayajon bosmaydi. Shaxsan o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, mening o'zim 4 oy muddatda A+ darajaga ko'tarilganman, 0 dan. Boshida bunga ko'pchilik ishonmagan, hattoki kommentariyalar bildirishgan.
xuddiki men ba'zi bir bolalar bilan boshqa markazlarda 1 yil, hatto 1,5 yil ular bilan ham tayyorlangan ekanman. Lekin bu gaplar hammasi yolg'on. O'quv markazini menga eng yoqqan jihatlari bo'ladigan bo'lsa, markazda bizda qo'shimcha darslar doimiy mumkin. Erta bo'ladimi, kech bo'ladimi, domla, uning shogirdlari biz bilan doim birga ishlashadi. Shu sababli bizni bilim olish darajamiz va saviyamiz ancha tez muddatda, yaxshi muhitda, raqobatli muhitda o'sadi. Assalomu alaykum, men Xolmurodov Daler. 2001-yilman, yoshim 25da. Mardiyevlar o'quv markazida o'qib, 9 oyda A+ darajaga erishdim. Ularni A yoki A+ ololmaganlik sababi ular ko'pincha endi yoshroq bo'lgani uchun uncha mas'uliyat bo'lmaydi, keyin vaqtimali ko'p deb o'ylab yaxshi dars qilmaydi. Mana shu sabab bo'lishi mumkin. Qiyin savollarga shaxsan o'zim endi agar nazariy qism bo'lsa, nazariya bo'lsa, masalan, yodlamagan bo'lsa, odamning umuman o'ylashning foydasi yo'q, shuning uchun belgilab ketganman. Agar yodlagan bo'lsam yoki fikrlanadigan bo'lsa, sal o'ylab yechganman. Agar masala bo'lsa, oxirida qo'yganman, keyin agar joy yecha olmasam, javobdan ketib yechganman. Men o'zim med kollejda o'qiganman, stomatologiya yo'nalishida, shuning uchun ish tajribam ham bor, kamroq. Shuning uchun shu ma'lumotni oliy qilish uchun stomatologiya yo'nalishiga topshirmoqchiman yana. Ish, oila va ta'limni qanday olib ketgansiz? O'sha vaqt taqsimoti yoki qolganlarga nima deb maslahat berasiz? Men o'zim ham o'qib, ham ishlaganman. Endi buni plyus va minus tomonlari ham bor. Minus tomonlari dars qilishga vaqt kam qoladi yoki agar dars qilaman desangiz, uyqudan qolish kerak. Shuning uchun sal qiynalganman. Plyus tomoni esa men yoshim sal kattaroq bo'lgani uchun mas'uliyatni his qilib, shu yil oxirgi imkoniyat deb o'zimcha yaxshi dars qilganman-da. O'zi bunday bo'lganda biologiyaga borganman birinchi kun. Keyin biologiya ustozim aytgan, endi mana shu domlaga bor degan kimyoga, chunki shu odamning natijasi doim yaxshi chiqadi deganda, keyin shu kishiga ishonib men shu yerga kelganman va shu kishiga ham rahmat aytaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, izohlarda fikrlaringizni qoldiring. A yoki A+ darajalarini qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, o'quv markazimizga tashrif buyuring.